Assalomu alaykum hammaga. Hop, xudo xolasa Next'ni ochib olganmiz. Avtomat. Mashina o'rnidan yurmay qolgan. Bu avtologga o'rlashganmi ish qilib to'la maydalab ko'ramiz, tekshiramiz. Mana xudo xolasa korobkani to'liq maydalab bo'ldik. Buni mana moy tarkibida suv bor. Buni asosiy muammo kelib chiqishi mashina DTP bo'lgan. DTPdan keyin radiator ichida охлаждениесі korobkaniki yorilib ketgan. Shuni hisobiga antifriz moy tarkibiga o'tib ketgan. Гидроблок состояние. Shu holatda. Xullas korobkani to'liq hisob-kitob qilganimizda boshqa korobka qo'yish выгодный bo'ldi. Chunki juda ko'p zapchastlari zamin qilish kerak bo'ldi. Shuning uchun sizlarga bitta yaxshi taklifim, korobkada o'zi radiatordan tashqari sistema охлаждениесі bor. Qo'shimcha дополнительный radiator chiqqan, faqat korobka moy uchun. Shuni qo'yishingni mumkin, tavsiya beraman. Shunda antifrizga moy aralashmaydi hech qachon. E'tiboringiz uchun rahmat.